Assalomu alaykum hammaga. Hozir sizlarga Cloud orqali professional target yoqishni o'rgataman. Hamma narsani ketma-ketlikda ko'rsatib boraman. Xudo xolisa hammasini shu ketma-ketlikda qiladigan bo'lsangiz, ancha tushunarli narsa bo'ladi. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi safar sizlarga Cloud orqali qanaqa qilib directlarga SMS jo'natish yoki bo'lmasam kommentariyalarga avtootветчик qo'yish mumkinligini videosini chiqaraman. Xo'sh, boshladik. Hozir men sizlarga Cloud sun'iy intellekt bilan professional target yoqishni o'rgataman. U uchun birinchi o'chirda biz o'zimizning Facebook Ads'imizga Cloud to'la olishimiz kerak bo'ladi. Qanaqa o'ylaymiz degan savolga ketma-ketlikda o'zinglar bilan birga boshlayman, qarang. Birinchi bo'lib Cloud kirganimizdan keyin ro'yxatdan o'tib olamiz. Ro'yxatdan o'tganimizda bizda shunaqa oyna ochiladi. Sizlar mana bu qism pustoy bo'lishi mumkin. Undan keyingi bo'lim Customize bosamiz. Bosganimizdan keyin Connectors degan bo'limga o'tamiz. O'tib turib Add knopkasini bosib turib Add Custom Connector degan knopkani bosamiz. Bosamizlar, men bu yerda o'zimning Telegramimga mana kiritib qo'yganman. Mana shuni bu yerga kiritishinglar kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib. Kiritganingizdan keyin Add knopkasini bosasizlar. Yana bir marta aytib o'taman. Ads paneliga kirib olasizlar, ya'ni Facebook Ads Manager kirib olasizlar. Kirib olganingizdan keyin bu yerda Cloudga kirib turib, ketma-ketlikda mana shu bo'limlarga mana shunaqa tekstlarni, ya'ni URL va tekstni kiritishinglar kerak bo'ladi va Add knopkasini bosadigan bo'lsangiz, mana shunaqa chiqadi. Sizlar bu yerdan продолжить bosib olasizlar. Sizlar ya'ni o'zingizlarni Ads paneliga Cloudga dostуп berayotgan bo'lasizlar. Va mana shunaqa galchka bo'lib qoladi. Bu galchka bo'ldi, boshlash mumkin degan emas, hali ichiga kirib ko'rasizlar. Kirib qo'ygandan keyin mana shunaqa holatda sizlarga chiqib turish kerak. Ya'ni nimalargadir cheklov qo'yilgan bo'ladi, nimalargadir ruxsat berilgan bo'ladi. Mana shunaqa holat ko'rinishi kerak. Agar sizlarda bu holat ko'rinmasa, bu yerda qarang, shu nuqtani bosib turib, refresh bosib olishingiz kerak bo'ladi. Bosib olsanglar, yana boshqatdan ulashga harakat qiladi. Ulab turib mana shunaqa panelni ko'rsatib beradi sizlarga. Bir aytib o'taman, agarda sizlarda Cloudda pulli anaqasi bo'lmasa, tarifi bo'lmasa, faqatgina bitta dona MCP ulasanglar bo'ladi. Agar oldin qanaqadir MCP ulagan bo'lsanglar, unisini chiqarib tashlab, keyin yangisini ula olasizlar. Menda hozir Cloudda $20 tarif olingan, bemalol bir qancha konnektor ulashim mumkin. Bo'ldi, endi tekshiraman. Tekshirish qanaqa bo'ladi? Misol uchun yangi panelga o'tasiz, new ni bosasiz, plusni bosasiz va unamga keladigan bo'lsak, qaranglar, hozir ko'rsatib beraman. Connectorsga o'tamiz. Connectorsdan ham Facebook o'zi bu yerda chek bo'lib turibdi, chekka o'tiribdi. Agar sizlarda hali ulanmagan bo'lsa, Facebookga to'liq mana shu yerda qanaqadir sariq unduq holati chiqib qoladi. Hozir menda chiqqan. Hozir bunga bitta buyruq berib ko'raman. Facebook Ads'imni ko'rdingmi deb yozaman. Agarda haqiqatan to'liq ulangan bo'lsa, hozir bu Ads ko'rganligi haqida menga informatsiya beradi. Mana, ha, Facebook Ads MCP ulangan, hisobingizga kira olaman, lekin nima ko'rishni xohlaysiz? Aniqroq ayting dot. Bu ishni qilib bo'lganingizdan keyin bu yerdan, masalan, mana o'zingizlarni Ads'larga poni do'sti bor, poni analiz qildirsanglar bo'ladi, qaysi reklamalar yaxshi ishlaganini bu yerdan ko'ra olasizlar. Undan keyin ikkinchi etap bor. Ikkinchi etap qaranglar. Bu botdan turib to'g'ridan to'g'ri sizlarga xohlagandagi target yoqib bera olmaydi. U uchun endi Ads'ga o'tamiz. Ads'ga o'tganimizdan keyin mana buni bosamiz. Qarang, bu yerda Cloud yo'q. Sizlar mana shu Cloud chiqarib olishingiz kerak. U uchun nima qilasizlar? Mana shuni bosdim. Upravleniyadan bosaman va mana bu internet magazin Chrome bosaman. Bosganimdan keyin qidiruv bo'limiga qaranglar. Cloud deb yozaman va enter bosaman. Bosganimdan keyin bu yerda o'zi Cloud chiqib keladi. Установить degan knopkani bosaman va men Cloudni uстановить qilib olishim kerak bo'ladi. Hozir ko'rsataman, bu qayerdan menga paydo bo'ladi. Qaranglar, bo'ldi, men ustiga qilib oldim. Endi haliga Ads'imga o'tib turib, men buni bosadigan bo'lsam, mana Cloud chiqib turibdi, ko'rasizlar. Bosamanda, bu yerda bitta login qilib olasizlar, akkaunt kirib olish kerak bo'ladi, avtorizatsiyadan o'tib olasizlar bittada. O'tib olganingizdan keyin bemalol Cloud sizlar nomingizdan faqat buyrug'ingizga asoslangan holatda target yoqib bera oladi. Faqat sizlar unga aniq tushuntirishingiz kerak. Ya'ni nima xohlayotganingizni, qanaqa target, misol uchun vauchernskiy bo'ladimi, yoki bo'lmasam sizlarga obunachi kerakmi, yoki bo'lmasam qanaqadir lead maqsadiganmi, hammasini aytishingiz kerak bo'ladi va qaysi postingizga target yoqmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, o'shani bunga ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. Faqat uni qanaqa ko'rsatamiz desangiz, misol uchun men mana shu videoimga target yoqmoqchiman deylik. Mana shuni olaman-da, URL ni mana shuni qilib, shu videoimga trafik maqsadida target yoqmoqchiman. Kuniga, misol uchun, kuniga $5 dan 5 kunga yoqib ber deyman. Va bu enter bosganimdan keyin bo'ldi, o'sha men nomimdan o'zi ishlashni boshlaydi. Xullas, mana shunaqa ulanadi. Bundan tashqari sizlar bu yerda metani chuqur analiz qildirsanglar bo'ladi va yana shunga o'xshagan protsesslarni bajarsanglar bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi safar sizlarga Clouddan turib qanaqa qilib directlaringizga avtootветчик qo'yish mumkin, tekinga avtootветчик qo'yish mumkinligini sizlarga o'rgataman. Hammangizga rahmat, e'tiborchan, rozi bo'lasizlar.